Jared Mason Diamond. Qurollar, mikroblar va po'lat. Insoniyat jamiyatlari taqdiri. Prolog. Yallining savoli. Barchamizga yaxshi ma'lumki, dunyoning turli xil mintaqalarida istiqomat qiluvchi insonlar uchun tarix xilma-xil shakllangan. So'nggi muzlik davridan buyon 13 ming yil ichida dunyoning ba'zi qismlarida savodli industrial jamiyat metall qurollar bilan rivojlangan bo'lsa, boshqa qismlari esa hali ham uncha ham rivojlanmagan, qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan jamiyatlarni barpo eta oldi. Xolos. Shuningdek, yana bir boshqa qismi esa tosh qurollari bilan ov qilib keladigan jamiyatni hanuzgacha davom ettirdi. Bu tarixiy notengliklar hozirgi zamonaviy dunyoda ham o'zining alomatlarini saqlab qolmoqda. Chunki intellektual jamiyatlar aynan o'sha metall qurollar bilan boshqa jamiyatlarni fath etishda yoki qirib tashlashda. Ushbu farqlar dunyo tarixining eng asosiy faktori bo'lib aks etsa-da, tafovutlar sababchi bo'lgan omillar hanuzgacha noma'lum va aniqlanishi mushkuldir. Ularning asl boshlanishiga doir ushbu murakkab savol 25 yil avval menga oddiy shaklda yetib kelgan edi. Men 1972-yil iyul oyida asli qushlarning evolyutsiyasini o'rganayotgan biolog sifatida Yangi Gvineyaning tropik orollari sohilida yakka o'zim kezib yurar edim. O'sha paytlarda shu sohilda sayr qilib yurgan Yali ismli mahalliy siyosatchi haqida allaqachon qulog'imga chalingan edi. Tasodifan Yali va men shu kuni bir yo'nalish tomon ketayotgan va u meni quvib keldi. U bilan chamasi 1 soat mobaynida sayr qilib suhbatlashdik. Undan jozibadorlik va yoqimli taft anqib turardi. Uning ko'zlari xuddi qahrabo kabi o'zicha chorlab, yarqirab turardi. U o'zi haqida to'la to'kis gapirib berdi va o'z navbatida u tergov qilgandek ko'plab savollar so'radi. So'zlarimni esa hushyorlik bilan tingladi. Bizning suhbatimiz bir mavzu bilan boshlangan edi. Keyinchalik mavzu har bir yangi gvineyalik xayoliga kelgandek siyosiy rivojlanishlarning qanchalik tezligi to'g'risida suhbat bo'lib, Yalining davlat sifatida tanilgan Papua Yangi Gvineyasi o'sha paytda BMT tomonidan berilgan vakolat tufayli bu hududlar Avstraliya tomonidan idora qilinar, mustaqillik esa havoda qolib ketgan edi. Yali menga mahalliy xalqning o'zini o'zi idora qilishga tayyorlashdagi o'z rolini tushuntirdi. Birozdan so'ng u suhbatni boshqa tarafga burib meni savolga tuta boshladi. Hech qachon Yangi Gvineya tashqarisida bo'lmagan va hattoki o'rta maktabda tahsil olmagan bo'lsa-da, uning dunyoqarashi ta'riflab bo'lmaydigan darajada edi. Birinchi bo'lib u Yangi Gvineyada yashovchi qushlar borasidagi qilgan ishlarim haqida bilmoqchi bo'ldi. Men unga bu qushlarning turli xil tiplari qanday qilib million yillar ichida Yangi Gvineya egallashiga erishganligi haqida tushuntirdim. Keyin u qanday qilib uning ajdodlari 10 ming yillar avval Yangi Gvineyaga kelib qolgan va qanday qilib oq tanli yevropaliklar so'nggi 200 yil ichida mustamlakaga aylantira olinganligi haqidagi savollar bilan ko'mib tashladi. Men va Yali bu ikki bir-biriga qarama-qarshi jamiyat vakillari, ya'ni men yevropalik, u esa Yangi Gvineyalik bo'lsa-da, suhbatimiz do'stona kechdi. Yevropada ming yillar mobaynida metalldan yasalgan anjomlar qo'llanilayotgan bir paytda 2 asr oldin ham Yangi Gvineyalik xuddi shu buyumlarni toshdan yasab foydalanardilar. Shuningdek, ular markazlashgan siyosiy hukumat tasarrufida bo'lmagan qishloqlarda yashardilar. Oq tanlilar kelgandan keyin markazlashgan siyosiy hukumatga asos solishdi va soyabonlar, salqin ichimliklar, tibbiyot anjomlari yoki kiyimlar, gugurt, po'lat, bolta kabi buyumlarni qadri yuqori baholangani uchun bu yerlarga olib kelishdi. Yangi Gvineyaga tashib kelingan barcha to'plam mahsulotlar kargo deb atala boshlandi. Oq tanli mustamlakachilarning ko'pchiligi ochiqdan-ochiq gvineyalik oddiy qabila sifatida ko'rib, ulardan jirkanar edi. Hattoki 1972-yilda ham Yangi Gvineyaning oq tanli xo'jayinlari bo'lgan mustamlakachilar tub aholiga nisbatan va hatto Yali kabi jozibador siyosatchilardan yuqori hayot sharoitiga ega bo'lishdan rohatlanishardi. Lekin keyinchalik bilsam, xuddi meni savolga tutgandek Yali ko'plab oq tanlilar savolga ko'mgan ekan va o'z o'rnida men ham bir qancha gvineyaliklarni savolga tutishga muvaffaq bo'lgandim. Ikkalamiz Yangi Gvineyalik ham yevropaliklar singari aqlli ekanini juda yaxshi bilar edik. Bu narsalarning barchasi Yalining yonayotgan ko'zlari kabi uning ongida paydo bo'lishi kerak edi va vaqti kelib u mendan shunday bir narsani so'radi. Nima uchun siz oq tanlilar shunchalik ko'p mahsulotingiz bor va ularni Yangi Gvineyaga olib kelasizlar-u, lekin biz qora tanlilarda o'z shaxsiy mahsulotlarimiz kam yoki deyarli yo'q. Bu Yalining boshidan o'tkazgan, hayoti davomida yuragidan o'rin olgan oddiy bir savol edi. Ha, hanuzgacha o'rta miyona yevropalik yoki amerikalik bilan xuddi shunday Yangi Gvineyalik hayot tarzi o'rtasida ancha katta farq bor edi. Farqlanadigan tafovutlar shuningdek jahonning boshqa xalqlari hayot tarzini ham ajratib turadi. Bu ulkan noxushliklar hech kim aniq shunday bo'lishini o'ylamagan asosiy sabablari o'z ichiga oladi. Haligacha aslo oddiy ko'rinsa-da, lekin bu savolga javob berish mushkul edi. Men bu savolga javob yo'q edi. Professional tarixchilar ham yechim borasida hanuzgacha kelisha olmagandi.
Hatto ularning ko'pchiligi bu savolni o'rganishdan allaqachon to'xtashdi. O'tgan yillar davomida Yali bilan o'rtamizda bo'lgan bu suhbatdan keyin men inson evolyutsiyasi, tarixi va tilning boshqa ko'rinishlari haqida chuqur o'rgandim va kitoblar yozdim. 25 yildan keyin yozilgan bu kitob Yalining barcha savollariga javob berishga harakat qiladi. Yalining savoli asosan yevropalik oq tanlilar va yangi gvineyaliklar yashash tarzidagi farqlar haqida bo'lsa-da, lekin bu zamonaviy dunyoda ham juda katta masshtabdagi jarayonlarning farqlariga qiyoslanishi mumkin. Yevrosiyo irqiga mansub insonlar, ayniqsa haligacha Yevropa va Sharqiy Osiyoda yashovchilar, shuningdek Shimoliy Amerika qit'asiga ko'chib kelganlar, hozirgi zamonaviy dunyo ustidan boylik, kuch-qudrat bobida hukmronlik qilmoqda. Boshqa irq vakillari, misol uchun, ko'plab afrikaliklar Yevropa mustamlakachilik siyosatidan uzoqda bo'lishgan muvaffaq bo'lsa-da, biroq boylik va kuch-qudratda ancha ortda qolmoqda. Avstraliya, Amerika va Janubiy Afrika mintaqalarida yashagan aborigenlar kabi ayrim xalqlar ayni paytda o'z tuprog'ining egalari emas. Hatto yevropalik mustamlakachilar bu xalqlarni qirib tashlashdi va hattoki ba'zi hollarda ularni ildizi bilan yo'q qilib yuborishdi. Shuning uchun ham hozirgi zamonaviy dunyoda tengsizlik borasidagi savollar juda ham ko'p tilga olinishi mumkin. Nima sababdan boylik va kuch-qudrat hozirgidek yo'l bilan emas, aksincha boshqa yo'llar bilan taqsimlangan? Masalan, nega aynan hozirgi holatning aksi bo'lmagan? Ya'ni tub amerikalik, afrikalik va avstraliyalik aborigenlar yevropalik va osiyoliklarni qirab, ularni yer bilan yakson qilmagan. Biz bu savolni bir qadam ortga qaytib osongina yechishimiz mumkin. 1500-yillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Yevropa butun jahonga mustamlakachilik siyosatini endi boshlagan mahalda, turli xil qit'alardagi xalqlar texnologiya va siyosiy jihatdan bir-biridan katta farq qilar edi. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Afrikaning ko'p qismlari metallurgiyaga ixtisoslashtirilgan edi. Ularning ba'zilari sanoatlashish ostonasida bo'lgan. Tub amerikalik bo'lgan Aztek va Ink qabilalari esa o'z imperiyalarini tosh qurollari bilan idora qilardilar. Qora Afrika hududining ko'p qismlari temir qurollarga ixtisoslashgan kichik-kichik jamoalarga bo'lingandi. Avstraliya va Yangi Gvineya ko'plab Tinch okeani orollari, Amerikaning katta qismi va Qora Afrikaning kichik bo'laklarida yashovchilar kabi boshqa ko'pgina xalqlar va qishloq xo'jaligi hududlarida yashaganlar yoki hanuzgacha tosh bilan ov qiladigan jamiyat sifatida shakllanib qolgan. Albatta, 1500-yildagi ushbu texnologik va siyosiy farqlanishlar hozirgi zamonaviy dunyo notengliklarining asosiy sababchisi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Po'lat qurolli imperiyalar tosh va yog'och bilan qurollangan qabilalarni bemalol bosib olib, yer bilan yakson qilishga kuchi yetar edi. Qanday qilib dunyo 1500-yilga holatga kelib qoldi? Yana bir bor biz yozilgan tarixiy va arxeologik topilmalarga asoslanib, bu savolga osonroq javob topishga urinib ko'ramiz. So'nggi muzlik davrining oxirgi yillarigacha, ya'ni M.A. 11000-yillarda barcha qit'alardagi hamma xalqlar hanuzgacha ov bilan kun ko'ruvchi qabilalar turkumidan edi. M.A. 11000-yildan milodiy 1500-yilgacha turli xalq qit'alarida sodir bo'lgan rivojlanish sur'atlari 1500-yilga kelib siyosiy va texnologik tengsizliklarga olib keldi. Aborigen avstraliyaliklar va ko'pchilik tub amerikaliklar ov qilish jamiyatiga xos ravishda qolgan bo'lsa-da, Yevrosiyoning katta qismi, Amerika va Sub-Sahara Afrika hududlarining ko'pchiligi sekin-astalik bilan dehqonchilik, chorvachilik, metallurgiya va siyosiy tizimning yuqori bosqichini shakllantira boshladi. Yevrosiyoning ayrim qismlari va Amerika hududida mustaqil ravishda yozuv shakllandi, lekin qilingan kashfiyotlarning har biri boshqa joylarga nisbatan Yevrosiyoda ertaroq paydo bo'ldi. Masalan, 1500-yillardan oldin Janubiy Amerikaning Ant tog'larida endigina shakllanishi boshlagan bronza buyumlari Yevrosiyoda bundan 4000 yil avval paydo bo'lib ulgurgan edi. 1642-yilda birinchi bor yevropalik sayyohlar tomonidan to'satdan uchratilgan tasmaniyaliklarga tegishli bo'lgan tosh buyumlar yasash metodi bundan 10 000 yil avvalgi Yevropadagi yuqori paleontologik davrda mavjud bo'lgan usullardan ancha soddaroq bo'lgan. Va nihoyat, shunday qilib biz zamonaviy dunyoda sodir bo'layotgan tengsizliklar to'g'risidagi savolga boshqa yo'l bilan javob topishimiz mumkin. Nima sababdan insoniyat rivojlanishi turli xil mintaqalarda bir xil emas, aksincha xilma-xil sur'atlarda davom etgan? Bu har xil ritmdagi tezliklar tarixning qanday uzoq kechganligi va mening kitobimning asl mazmunini ifodalaydi. Bu kitob aslida tarix hamda undan avvalgi davrlar haqida bo'lsa-da, uning asl mohiyatiga faqatgina ilmiy yo'nalish bo'ylab emas, balki uning amaliy hamda siyosiy o'rni ham mavjud. Turli xil xalqlar o'rtasida bo'lib o'tgan munosabatlar tarixi hozirgi zamonaviy dunyoda ham konkista, epidemiya va genotsid mohiyati bilan bog'liqdir. Tarixda sodir bo'lgan bunday to'qnashuvlar o'zining kuchli ta'sirini ko'rsatdiki, ko'plab asrlar o'tsa-da bu holatlar butkul yo'qolmadi. Shuningdek, bugungi kun dunyosining muammoga to'la bo'lgan ayrim joylarida hanuzgacha davom etmoqda.
Misol qilib aytadigan bo'lsak, Afrikaning ko'pchilik mintaqalari haligacha avvalgi mustamlakachilar zulmidan qolgan asoratlardan azob chekmoqda. Markaziy Amerika, Meksika, Peru, Yangi Kaledoniya, sobiq Sovet Ittifoqi va Indoneziyaning ayrim qismlari kabi boshqa mintaqalarda ham fuqarolarning nohaq ayblanishi va ichki nizolar aholini aslida mustamlakachilarga qarshi kurashayotgan hukumat a'zolariga teskari qilib qo'yish odatiy holga aylanib qolgan edi. Gavayi, Avstraliya aborigenlari, mahalliy sibirliklar hamda AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Chilidagi hindular singari ko'plab boshqa mahalliy qabilalarning genotsid qilinishi va kasallik tufayli ularning soni shunchalik kamaydiki, hozirgi kunda ularning soni bosqinchi oq tanlilarning avlodlari sonidan anchagina farq qiladi. Xuddiki bostirishning imkoni yo'qdek tuyulgan bunday fuqarolar urushlari haligacha mavjud bo'lsa-da, biroq fuqarolar ashaddiylik bilan o'zlarining huquqlari uchun kurash olib bormoqda. Odamlar o'rtasida avvallari sodir bo'lgan to'qnashuvlarning hozirda namoyon bo'layotgan siyosiy va iqtisodiy jarayonlar ta'siriga qo'shimcha ravishda ayni paytda mavjud bo'lgan 6000 ta tillarning ba'zilari yo'qolib ketishiga sabab bo'luvchi unsurlarning borligi ham bejiz emas. Bunga asosiy sabab kundan kunga foydalanuvchilar soni o'sib borayotgan ingliz tili, xitoy, rus va boshqa bir qancha tillarning o'rnini bosa olmayotganligidadir. Zamonaviy dunyoning ushbu barcha muammolari Yallining bergan savolda ko'rsatilgan turli xil salbiy tarix voqealari tufayli kelib chiqmoqda. Yallining savollariga javob qidirishdan avval uni to'liq muhokama qilish uchun ba'zi xususiyatlarni hisobga olish xususida to'xtalib o'tishimiz kerak. Ba'zi odamlar turli xil sabablarga ko'ra savolni yaxshilab tushunib olish uchun ozgina o'ylab ko'rishga chiday olishmaydi. Birinchi xususiyat shundan iboratki, agarda biz qanday qilib ba'zi odamlar boshqa odamlar ustidan hukmronlik qilishga urinishini sabablarini tushuntira olsak, bir guruh odamlarning boshqa guruh ustidan hukmronlik qilishni oqlayotgan bo'lib tuyulmaydimi? Bunday natijaga erishish esa oson emasdek ko'rinmaydimi? Va bugungi kunga kelib bunday maqsadga erishish oson emasligi aniq bo'ldi. Bu xususiyat oddiy, salbiy sabablari oqlash va natijalarning qabul qilishda adashtirish tendensiyasini hosil qiladi. Bir odamning tarixiy dalillarga asoslanib tushuntirishga urinishi tushuntirilishi kerak bo'lgan alohida savolga o'xshaydi. Voqelikni tushunish, ayni o'sha voqelikni uni qayta takrorlash yoki ataylab cho'zishdan ko'ra biror bir natijani o'zgartirish uchun ancha foydaliroqdir. Shuning uchun ham psixologlar birinchi navbatda qotil va zo'ravonlarning o'y-fikrlarini tushunishga harakat qiladilar. Shuningdek, ijtimoiy tarixchilar avvalo genotsidni tushunishga va tibbiyot vakillari esa insonda vujudga keladigan kasalliklarning asl sabablarini anglashga urinadilar. Bunday izlanuvchilar qotillik, zo'ravonlik, genotsid va kasalliklarni isbotlash uchun izlanmaydilar. Aksincha, ular muammoni yechish uchun uning asl sabablarini aniqlashga urinadilar. Ikkinchi xususiyat shuki, Yallining savoliga javob topish har doim ham tarixga bo'lgan yevrosentrik munosabat, g'arbiy yevropaliklarga bo'lgan e'tibor va zamonaviy dunyoda g'arbiy Yevropaning muhim ahamiyatga egaligi borasidagi nazariya hamda yevropachalashgan Amerikani o'z ichiga olavermaydi. Mana shu ahamiyatga egalik so'nggi bir necha asrlarning muhim atamasi bo'lib xizmat qildimi yoki Yaponiya hamda Janubiy Osiyo ta'sirida paydo bo'ldimi? Ushbu asar to'g'risida yana bir haqiqat shuki, bu kitobning ko'p qismi nafaqat yevropaliklar, balki boshqa xalq vakillari to'g'risida ma'lumot beradi. Yevropaliklar va noyevropaliklar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda alohida e'tibor qaratganga ko'ra, biz turli xil noyevropalik xalqlar o'rtasida o'rnatilgan munosabatlarni o'rganamiz. Ayniqsa, Qora Afrika hududlari, Janubiy Osiyo, Indoneziya va Yangi Gvineyada yashovchi mahalliy aholi vakillari shular jumlasidandir. G'arbiy Yevropa kelib chiqish xalqlarni ulug'lashdan yiroq holatda, ular sivilizatsiyaning asosiy xususiyatlari o'zga yerlarda yashovchi boshqa xalqlar tomonidan rivojlantirilgan, so'ngra esa G'arbiy Yevropaga tarqalgan. Uchinchidan, sivilizatsiya va sivilizatsiyaning o'sishi kabi atamalar sivilizatsiya yaxshiligi haqida soxta tushunchalarni, ov qiluvchi jamiyat haqida esa salbiy tushunchalarni berdimi? Va tarixning so'nggi 13 ming yilligi inson baxtga erishishdagi yirik o'zgarishlarni o'z ichiga oldimi? Aslida men sanoatlashgan davlatlar ovchilik jamiyatiga asoslangan davlatlardan afzalroq yoki texnika jamiyati uchun ovchilik jamiyatidan voz kechish bu chinakam o'sish deb atalishini, shuningdek, bu narsa insoniyatni hayotdan qoniqishga asosiy turtki bo'lishini to'g'ri deb hisoblamayman. AQShning zamonaviy shaharlari va Yangi Gvineyaning qishloqlari orasida kechgan ikkiga bo'lingan hayotimdan olgan taassurotlarim shu bo'ldiki, sivilizatsiyaning ijobiy tomonlari bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Masalan, ovchilik jamiyati bilan qiyoslaganda sanoatlashgan zamonaviy davlatlarning fuqarolari sifatli tibbiy yordam, qotillik sabab sodir bo'lgan o'limlar soni kamligidan hamda uzoq umr ko'rish zavqidan bahramand bo'ladilar.
Biroq ular do'stlari va oila a'zolari bilan kam muloqotga kirishadi. Insoniyatning bunday turli jamiyatlarning geografik fikrlarini o'rganishdan asosiy maqsadim bir jamiyatni boshqa jamiyatdan ustun ko'rish emas, balki oddiygina tarixda qanday voqealar sodir bo'lganini tushunishdir. Yalining savoliga javob izlash uchun rostdan ham bizga boshqa kitob kerakmi? Allaqachon bizda javob mavjud emasmidi? Agar bor bo'lmasa, unda to'g'ri javob qanday? Balki eng to'g'ri yo'l xalqlar o'rtasidagi biologik farqlanishlarni ochiqdan-ochiq yoki pinhona taxmin qilishdir. Milodiy 1500-yildan keyingi davrda yevropalik sayyohlar texnologik va siyosiy jarayonlarda dunyo xalqlari o'rtasidagi keng ko'lamdagi tafovutlardan xabardor bo'lganidek, shunday o'ylaydilarki, bu tafovut aslini olganda odamlarning tug'ma qobiliyatidagi farqlardan kelib chiqqan. Darvin nazariyasining o'sishi bilan ta'limotlar tabiiy tanlanish va evolyutsion kamayish ta'limotlari yanada qayta tiklandi. Texnologik jihatdan qoloq odam guruhlari odamning maymunlardan paydo bo'lishidagi boshlang'ichga qolib ketgan deb hisoblanardi. Mustamlakachilar tomonidan bunday xalqlarning sanoatlashgan jamiyatlardan o'zga hududlarga ko'chirilishi odamning yashab qolish xususiyatiga yaqqol misoldir. Genetikaning rivojlanishi bilan bu tushuntirishlar genetik yo'llar bilan ham yana bir bor gavdalanadi. Odamlar yevropaliklarni genetik jihatdan afrikaliklardan va ayniqsa Avstraliya aborigenlaridan ko'ra ancha yaqinliroq deb hisoblashadi. G'arb mamlakatlarining barchasi deb bo'lmasa-da, bugungi kunda g'arb jamiyatining segmentlari irqchilikka to'liq rad etmoqda. Biroq aslini olganda g'arbliklar irqchilarning g'oyalarini beixtiyor va ochiqdan-ochiq to'g'ri deb hisoblab kelishmoqda. Yaponiya va boshqa ko'plab mamlakatlarda bunday g'oyalarni ochiq-oshkor odamlar orasida yoyishib, bundan afsus ham qilmaydilar. Hattoki o'qimishli oq tanli amerikaliklar, yevropaliklar, aborigen va avstraliyaliklar to'g'risida o'z yurtidan tub aholining o'ziga xos qoloq xususiyatiga ega deb hisoblaydilar. Aslini olganda ham aborigenlarning tashqi ko'rinishi oq tanlilardan anchagina farq qiladi. Yevropa mustamlakachiligi asridan omon chiqqan ushbu aborigenlarning hozirda yashayotgan ko'pchilik avlodi hozirgi oq tanli avstraliyaliklar jamiyatda iqtisodiy jihatdan o'sishga qiynalmoqdalar. Endi ahamiyati sababga to'xtalib o'tamiz. Avstraliyaga ko'chib kelgan oq tanli muhojirlar o'tgan 40 ming yil ichida metallsiz ovchilik jamiyati a'zolari sifatida yashagan aborigenlar mintaqasini butun asr mustamlaka aylantirishi mobaynida oziq-ovqat ishlab chiqarish va metallsozlikka asoslangan savodli, sanoatlashgan, siyosiy jihatdan markazlashgan demokratik davlat ham barpo etishdi. Bu yerda insoniyatning rivojlanishiga oid ikkita ketma-ket tajriba o'tkazilgan. Birinchisida atrof muhit bir xilda bo'lgani va ikkinchisida bosib olinayotgan yerlarning tabiati har xil bo'lgani. Keyinchalik Avstraliya aborigenlari va Yevropa jamiyatlari o'rtasida farq faqat odamlar o'rtasida tabaqalanishdan kelib chiqqanligini ko'rsatuvchi dalil yaratilarmikin? Irqchilikka oid bunday g'oyalar nafaqat jirkanch, balki noto'g'ridir ham. Xuddi texnologiya sohasida farqlar bo'lgani singari intellekt jihatdan insonlar o'rtasidagi farqlarning mavjudligiga doir to'liq ishonchli dalillar kamlik qilmoqda. Endi men bir vaqtning o'zida hozirgi zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan tosh davri jamiyatida yashovchi xalqlar, sanoatlashgan mintaqalarda yashovchi insonlarga nisbatan kam savodli emasligini, balki o'rtacha olib qaraganda ko'proq saviyadaligini tushuntirib o'taman. Bu nosog'lom fikr bo'lib tuyulsa-da, biz kitobning 15-bobida Avstraliyaga ko'chib kelgan oq tanli muhojirlar yuqorida ta'kidlanib o'tilgan ezgu g'oyalar bilan savodli sanoatlashgan jamiyat qura olishiga munosib emasligini ko'rib turibmiz. Bunga qo'shimcha qilib aytganda, aborigen avstraliyaliklar va yangi gvineyaliklar kabi qadimdan buyumlar yasash texnologiyasini qo'llagan xalqlar agarda imkoniyat berilganda sanoatlashgan texnologiyalarga ham asta-sekin namuna ko'rsatgan bo'lar edi. Fiziologlar tomonidan bitta davrda davlatda istiqomat qiluvchi, lekin geografik kelib chiqishi turli xil bo'lgan xalqlar o'rtasidagi IQ darajasi bo'yicha tafovutlarni o'rganish juda ham katta harakat qilish sarflanadi. Masalan, yillar davomida ko'pchilik oq tanli amerikalik fiziologlar kelib chiqishi afrikalik bo'lgan qora tanli amerikaliklarni aslida kelib chiqishi yevropalik bo'lgan oq tanli amerikaliklarga nisbatan tug'ma savodsizroq bo'lganini ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Lekin aslini olganda, xalqlar o'zlarining jamiyatdagi muhitda va ta'limga berilgan imkoniyatlari bo'yicha fikrlanadilar. Bu dalil intellektual tafovutlar texnologik farqlanishlar ostida yotishi haqidagi gipotezani isbotlash uchun qilinayotgan harakatlarni 2 barobar qiyinlashtiradi. Birinchidan, hattoki kattalar singari bizning kognitiv qobiliyatlarimizga bolaligimiz davomida ko'rib, his etgan ijtimoiy muhit katta ta'sir qiladi. Bu narsa avvaldan mavjud bo'lgan genetik farqlanishlarning ta'sirini ajratishni qiyinlashtiradi. Ikkinchidan, IQ testlaridan singari kognitiv salohiyatni tekshiruv amaliyotlari qanday bo'lsa ham, madaniyatni bilish darajasini tekshiradi, xolos. Biroq tug'ma qobiliyatni emas. IQ test natijalarida ko'rsatiladigan mavjud bilim darajasi va bolalikdagi qanday muhitga ega bo'lganligi to'g'risidagi tadqiqotlar aslida shubhaga o'rin qolmagan deb hisoblangan bo'lsa-da, ularning ta'sirlari tufayli fiziologlar oq tanli bo'lmagan xalqlarning IQ darajalaridagi genetik yetishmovchiliklarni ishonarli ravishda tadqiq qilgan harakatlari zoye ketdi.
Mening ushbu qarama-qarshilikka nisbatan istiqbolli izlanishlarim Yangi Gvineyaliklar bilan ularning jamiyatlaridagi 33 yillik faoliyatimdan kelib chiqadi. Yangi Gvineyaliklar bilan boshlangan birinchi ishimdanoq ular aslini olganda ularning atrofdagi bo'lishini istashi, shuningdek o'rtacha olganda biz o'ylagandan ko'ra ko'proq savodli bo'lishi, hushyor, o'z fikrini ifodali tushuntirishi, atrofdagi odamlar va narsalarga yevropalik yoxud amerikaliklarga nisbatan ancha qiziqqonligi meni ajablantiradi. Bir necha topshiriqlarni bajarish jarayonida ba'zi birlari hattoki noaniq bo'lgan atrof muhit sharoitiga moslashish borasida g'arbliklarga nisbatan ko'proq bilimdonroqligini namoyish eta olgani tahsinga sazovordir. Albatta, yangi gvineyaliklarning g'arbliklar o'z aslida bolalik chog'laridan beri shug'ullanib kelayotgan vazifalari bajarishda sustkashlik ko'rsatishi, yangi gvineyaliklar ilgari bunday narsalarni qilmaganliklari sabablidir. Shuning uchun ham qashshoq qishloqlardan chiqqan savodsiz yangi gvineyaliklar shaharlarga tashrif buyurganda g'arbliklarga ahmoqdek ko'rinadi. Aksincha, men yangi gvineyaliklar bilan changalzorda bo'lganimda ular bolalikdan beri shug'ullanib kelgan chodir tikish, izlarni aniqlash kabi oddiy topshiriqlarni to'liq bajara olmaganimda ular orasida o'zimni ahmoqdek his qilaman. Chunki men ular bolalikdan bajarib kelgan ishni avval qilmaganman-da. Yangi gvineyaliklar g'arbliklarga qaraganda aqlliroq ekanligi borasidagi tasavvurimning to'g'riligini ikkita asosiy sabab bilan isbotlash qiyin emas. Birinchidan, yevropaliklar ming yillardan beri markazlashgan hukumat, nozirlar va qozilardan tashkil topgan zich aholi jamiyatlariga yashab kelmoqda. Bunday jamiyatlar o'zi tarixan zich aholilarni qiynab kelayotgan chechak kabi infeksiyalarni, epidemik kasalliklar, o'lim suratlarining asosiy sababchisi bo'lgan. Shuningdek, bu jamiyatlarda qotilliklar nisbatan noodatiy bo'lgan va urushlarning holatda qonuniylikdan ayri istisno sifatida qaralgan. O'sha paytlarda ko'pchilik yevropaliklar o'lim holatlariga olib keluvchi infeksiyalar va boshqa o'lim sabab bo'luvchi potensial kasalliklarning ta'sirlaridan qutulishgan va bu narsalar gendan genga o'tib kelgan. Xuddi tarixga o'xshab hozirgi kundagi g'arbda tug'ilgan yangi chaqaloqlar ham kuchli rivojlangan gen bilan tug'ilgan bo'lsa-da, o'limga olib keluvchi chaqaloqlar ham kuchli rivojlangan gen bilan tug'ilgan bo'lsa-da, o'limga olib keluvchi infeksiyalardan saqlanib qoladi. Endi yevropaliklar bilan taqqoslaganda yangi gvineyaliklar aholi soni zich bo'lmagan va epidemik kasalliklardan vujudga kelishi asosiy sababchisi bo'lgan aholi soni kam bo'lgan jamiyatlarda yashab kelmoqda. Buning o'rniga yangi gvineyaliklar uchun qotillik, turli xil urushlar, talafotlar va ovqat topishdagi qiyinchiliklar natijasida sodir bo'layotgan yuqori o'lim holatlari an'anaga aylanib qolgan. Yangi gvineyaliklarning jamiyatlarida an'anaga aylangan bunday o'lim suratlarining asosiy sabablaridan qutulish uchun har qanday bilimli odamlarning aql salohiyati yetmaydi. Lekin Yevropa jamiyatlarida an'anaga aylangan epidemik kasalliklardan kelib chiqayotgan o'lim suratini kamaytirish uchun ozroq aqlni ishlatsa bo'lgani va buning o'rniga odam tanasining elementar tuzilishini borasidagi detallarga oid ma'lumotlarga tayanish ham mumkin. Misol uchun, B yoki O qon guruhidagi odamlarning A qon guruhidagi odamlarga nisbatan chechak kasaliga chidamliligi yuqori bo'ladi. Ya'ni tana kimyosi uchun tabiiy tanlanish ko'proq kuchga ega bo'lgan. Gavjum siyosiy jihatdan murakkab jamiyatlarga qaraganda Yangi Gvineyada aql-idrokni targ'ib qiladigan genlar tabiiy tanlanishda shafqatsizroq bo'lgan. Bu genetik faktdan tashqari, nima uchun aynan Yangi Gvineyaliklar g'arbliklarga nisbatan aqlliroq ekanligini ikkinchi fakt ham mavjud. Zamonaviy Yevropa va amerikalik bolalar passiv bo'lgan holda ko'proq vaqtini televizor, radio va kinolarning oldida o'tirib o'tkazadi. O'rtacha bitta Amerika xonadoni televizor ko'rish bir kunda o'rtacha 7 soatni tashkil etadi. Yevropaliklar bilan qiyoslaganda Yangi Gvineyalik bolalarning passiv hayot kechirishi uchun bunday imkoniyatlar yo'qligi va buning o'rniga vaqtlarini boshqa bolalar yoki kattalar bilan gaplashish yoki birgalikda o'ynash kabi biror bir foydali ish bajarishga sarflashi an'anaga aylanib bo'lgan. Bolalarning rivojlanishiga oid barcha qilingan tadqiqotlar bolalarni kichiklik paytlarida rag'batlantirish va ularni ko'proq aqliy salohiyatlarni o'stirish uchun maxsus mashg'ulotlarga jalb qilish, shuningdek tushkunlikka tushish holatlarini kamaytirish rolini o'rganishmoqda. Bu ta'sir albatta Yangi Gvineyaliklar tomonidan ko'rsatilgan o'rtacha aqliy funksiyadan ustun bo'lishiga oid genetik bo'lmagan komponentga hissa qo'shadi. Ya'ni Yangi Gvineyaliklardagi aqliy qobiliyat genetik jihatdan ba'zi tomonlar bo'yicha g'arbliklardan ko'ra ustunroqdir va ular albatta sanoqlashgan jamiyatlardagi ko'pchilik bolalar hozirda ulg'ayayotgan zararli muhitning rivojlanishini to'xtatish bo'yicha ham ustunroqdir. Yallining savoliga javob bera oladigan Yangi Gvineyaliklar intellektning salbiy tarafiga oid hech qanday tasdiq yo'qligi aniq. Yuqorida keltirilgan ikki genetik omil va bolalarning rivojlanishi bilan bog'liq holat nafaqat Yangi Gvineyaning g'arbliklardan, balki ko'pchilik jamiyatini, texnologik ibtidoiy jamiyatlarning boshqa a'zolarini texnologik rivojlangan jamiyat a'zolaridan ajratib turishi mumkin. Shunday qilib, odatdagi irqchilik bilan bog'liq taxminlarni ilgari surish mumkin. Nega yevropaliklar o'zlarining genetik qoloqliklariga va rivojlanishining shubhasiz yetishmovchiligiga qaramay, muammolarning katta qismini o'z zimmalariga olishadi?
Nega? Yangi gvineyaliklar ularning aql-idrokiga ishonishimga qaramay, texnologik jihatdan ibtidoiy bo'lib qolishdi. Genetik nazariya. Yalining savoliga aytish mumkin bo'lgan yagona javob emas. Shimoliy Yevropa aholisi orasida mashhur bo'lgan yana bir narsa o'z vatanlari sovuq iqlimining oldindan ogohlantiruvchi ta'sirini hamda issiq, nam, tropik iqlimlarning inson ijodiga va energiyasiga ta'sirini bildiradi. Ehtimol, yuqori kengliklar mavsumiy, o'zgaruvchan iqlim doimiy tropik iqlimga nisbatan turfa qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Aynan sovuq iqlim omon qolish uchun ko'proq texnologik ixtirochilikni talab qiladi. Sababi issiq turar joylarni ta'minlashni, issiq kiyim-kechak kiyishlari kerak bo'ladi. Tropik iqlimda esa oddiy uy-joy va sovuqdan asrovchi kiyimlarsiz ham nobud bo'lmasligi imkoniyati bor. Yoki bahslarni bir xil xulosaga keltirish mumkin. Yuqori sovuq haroratli uzoq qish odamlarni uyda ko'p vaqt bo'lishlari va ixtiro qilishiga imkoniyat beradi. Garchi ilgari mashhur bo'lgan bo'lsa-da, bu turdagi tushuncha ham o'zini oqlolmaydi. Ko'rib turganimizdek, Shimoliy Yevropa xalqlari so'nggi ming yilliklargacha Yevrosiyo sivilizatsiyasining foydasi uchun hech qanday ahamiyatli ish bajarmagan. Ular shunchaki Yevrosiyoning iliq mintaqalarida rivojlangan yutuqlarga ega bo'lgan jug'rofiy joyda yashashlarini tasodifiy holat sifatida qabul qilish mumkin. Yangi dunyoning yuqori kenglikdagi sovuq mintaqalarida odamlar ko'pchilikni tashkil etadi. Tub Amerika jamiyatlari yozuvining rivojlanishini tropik saraton hududining janubiy qismi Meksikada paydo bo'ldi. Yangi dunyoning eng qadimgi hunarmandlari esa Janubiy Amerikadagi tropik ekvator yaqinida ko'pchilikni tashkil etgan. Umuman olganda, milodiy 1-mingiyillikda Yangi dunyo jamiyatida san'at, astronomiya va boshqa jihatlar bo'yicha Yucatan va Gvatemalada joylashgan Maya sivilizatsiyasi eng ilg'or bo'lgan deb hisoblanadi. Yalliga javobning 3-turi sifatida quruq iqlim sharoitida past daryo vodiylarining ahamiyatini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bu yerda yuqori mahsuldor dehqonchilik keng ko'lamli sug'orish tizimlariga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida markazlashtirilgan hokimiyatni talab qiladi. Bu nazariya eng qadimgi ma'lum imperiyalar va yozuv tizimlari Fertila yarimorolining Dajla va Frot vodiylarida hamda Misrning Nil vodiysida vujudga kelganligi to'g'risidagi taxminiy dalillar bilan izohlash mumkin. Suvni boshqarish tizimlari, shuningdek, dunyoning ba'zi boshqa mintaqalarida, shu jumladan Hindistonning shimoliy qismidagi Indus vodiysi, Xitoyning Sariq va Yansi vodiylari, Mezoamerikaning Maya pastekisliklari va Peru sohilidagi cho'l mintaqalarida markazlashgan siyosiy boshqaruv bo'lganini aytish mumkin. Biroq, batafsil o'rganilgan arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, murakkab sug'orish tizimlari markazlashtirilgan boshqaruvning paydo bo'lishiga turtki bo'lmadi. Shuning uchun ham rivojlanish sezilarli darajada orqada qolib ketdi. Keyinchalik ayrim sabablarga ko'ra siyosiy markazlashtirish yuzaga keldi va murakkab sug'orish tizimlarini barpo etishga kirishildi. Dunyoning aynan shu mintaqalarida siyosiy markazlashtiriladigan avval sodir bo'lgan muhim voqealar daryo vodiylari yoki murakkab sug'orish tizimlari bilan bog'liq bo'lmagan. Masalan, hosillar yarim orol sohilida oziq-ovqat yetishtirish va qishloq hayoti vodiylarida emas, balki tepalik va tog'larda paydo bo'lgan. Nil vodiysi qishloqlardagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish yarim orol sohilida anchayin serhosil bo'lib, gullab yashnay boshlagandan keyin 3000 yil davomida ham bu hududlar madaniy markaz bo'lib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining janubi-g'arbidagi daryo vodiylariga oxir-oqibat sug'orma dehqonchilikni va murakkab jamiyatlarni yaratishni qo'llab-quvvatlashdi. Faqat bu jamiyatlar ishongan ko'plab taraqqiyot andozalari Meksikadan olib kirilgandan keyin Avstraliyaning janubi-sharqidagi daryo vodiylari dehqonchilikda uquvi bo'lmagan qabila jamiyatlari tomonidan ishg'ol qilindi. Boshqa nazariya bo'yicha esa yevropaliklarga o'zga xalqlarni o'ldirish yoki zabt etishga imkon beradigan bevosita omillar. Yevropaga qurollar, yuqumli kasalliklar, temir buyumlar va mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Bunday nazariya haqiqatga yaqinroq, chunki bu omillar Yevropaning o'zga hududlarini bosib olish uchun bevosita asos bo'lgan. Biroq bu gipotezani to'liq qabul qila olmaymiz, chunki bu darhol sabablarni aniqlaydigan taxminiy izohni talab qiladi. U asosiy sabablarni qidirishga chorlaydi. Nima uchun yevropaliklar emas, balki afrikaliklar yoki tubjoy amerikaliklari qurol, eng yomon mikrob va po'lat orqali nobud bo'lishgan? Yevropaning yangi dunyoni zabt etishdagi asosiy sabablarni aniqlash borasida ba'zi aniqliklarga erishilgan bo'lsa-da, Afrika katta jumboq bo'lib qolmoqda. Afrika eng uzoq vaqt davomida proto-odamlar rivojlangan materik bo'lib, u yerda ham zamonaviy odamlar paydo bo'lishgan va bezgak hamda sariq isitma kabi mahalliy kasalliklar yevropalik tadqiqotchilarni nobud qilgan. Agar ularning ongi hech narsaga yaramaydigan bo'lsa, nega birinchi bo'lib po'lat qurol Afrikada paydo bo'ldi? Bu afrikaliklar va ularning mikroblari Yevropani zabt etishga imkon berdi. Qaysi mahalliy avstraliyalik hisoblangan jamoalar tosh buyumlari bilan shug'ullanadigan ovchilik va termachilik sahnasidan tushib qolishi mumkin? Dunyo miqyosidagi insoniyat jamiyatlari taqqoslash orqali kelib chiqadigan savollar ilgarilari tarixchilar va geograflarning e'tiborini jalb qilgan. Arnold Toynbeening 12 jildlik Tarixni o'rganish kitobi bunday harakatlarning eng mashhur zamonaviy namunasi bo'ldi. Toynbee 23 ta rivojlangan sivilizatsiyaning ichki dinamikasiga katta qiziqish bildirdi.
Ulardan 22 nafari savodli jamiyatlar bo'lib, 19 nafari Yevrosiyoda edi. U tarixning oldingi sodda, savodsiz jamiyatlariga unchalik qiziqmadi, ammo zamonaviy dunyodagi tengsizlikning ildizlari ancha oldin kelib chiqqanligini ko'rish mumkin edi. Shu sababli Toynbee Yallining savodini qondirmaydi, yoxud men tarixning eng keng namunasi deb bilgan narsalarga e'tibor qaratmadi. Dunyo tarixiga oid boshqa mavjud kitoblar ham so'nggi 5000 yil davomida rivojlangan savodli Yevrosiyo sivilizatsiyalariga e'tibor qaratmoqda. Ular qavmgacha bo'lgan tub Amerikalik sivilizatsiyalariga juda kam murojaat qilishadi va Yevrosiyo sivilizatsiyasining yaqin vaqtlardagi ta'siri hisobga olinmagan holda, dunyoning qolgan qismlari haqida kengroq munozaralar qilishadi. Toynbeening harakatidan keyin butun dunyo bo'ylab tarixiy qo'zg'alish sintezi ko'pchilik tarixchilar orasida nomuvofiq holga aylandi, chunki bu yechib bo'lmaydigan muammodir. Bir necha fan mutaxassislari o'z mavzularining global sintezini taqdim etdilar. Ayniqsa ekologik geograflar, madaniy antropologlar, o'simliklar va hayvonlarning uy sharoitini o'rganuvchi biologlar va yuqumli kasalliklarning tarixga ta'siri bilan bog'lovchi olimlar ayniqsa bu borada foydali hissa qo'shdilar. Ushbu tadqiqotlar masalaning jumboq qismlariga e'tiborni jalb etdi, ammo ular zarur bo'lgan keng sintezning faqat bir qismini taqdim eta oldi, xolos. Shunday qilib, Yallining savoliga umumiy qabul qilgan xulosaviy javob yo'q. Bir tomondan, taxminlar, nazariyalar aniq. Ba'zi xalqlar qurollar va mikroblarni, po'latlarni, siyosiy va iqtisodiy kuchni anglatadigan boshqa omillarni ishlab chiqdilar. Va ba'zi xalqlar bu kuch omillarini umuman rivojlantira olmaganlar. Boshqa tomondan, so'nggi tushuntirishlar, masalan, nega bronza asboblari asosan yangi dunyoda joylashgan Yevrosiyoning ba'zi qismlarida paydo bo'lgan, ammo aborigenlar Avstraliyasida esa bu jarayonlar noma'lumligicha qolmoqda. Bizning hozirgi zamonimizda bunday yakuniy nazariyalarning yetishmasligi katta intellektual bo'shliqni paydo qiladi, chunki tarixning eng keng namunalari tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Ammo yana bir muhim jiddiyroq narsa bor, bu axloqiy bo'shliqni to'ldirishdir. Tarixda turli millat va elitlar qanday yo'l tutganligi, ochiq irqchi yoki bunday bo'lmaganligi barchaga ayon. Zamonaviy Amerika Qo'shma Shtatlari yevropaliklardan shakllangan jamiyat bo'lib, tub amerikaliklarni egallab olgan va Amerika qul sifatida olib kelingan millionlab sahroviy qora tanlilarning avlodlarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy Yevropa esa millionlab tubjoy amerikaliklari sahroviy afrikaliklarni qul qilib olib kelgan bo'lsa-da, aslo ular tomonidan shakllantirilgan jamiyat emas. Ushbu natijalar o'z ahamiyatini yo'qotib bo'lgan. Amerika, Avstraliya va Afrikaning 51% yevropaliklar tomonidan zabt etilgan. Yevropaning 49% tub amerikaliklar, tub avstraliyaliklar yoki afrikaliklardan tashkil topgan. Butun zamonaviy dunyo bir tomonlama natijalar bilan shakllandi. Demak, ular bir necha ming yil oldin biron bir jangda g'alaba qozongan yoki qaysidir ixtironi ishlab chiqqan boshqa odamlarning tafsilotlaridan ko'ra shafqatsizroq bo'lgan izohlarga ega bo'lishi kerak. Tarixiy ko'nikma odamlarning o'zaro tug'ma farqlarini aks ettiradi deb taxmin qilish mantiqqa to'g'ri keladi. Albatta, bizga omma oldida aytishni xushmuomalalikdan emas deb o'rgatishadi. Biz tug'ma farqlarni ko'rsatmoqchi bo'lgan texnik tadqiqotlar to'g'risida izlanamiz. Shuningdek, ushbu tadqiqotlar texnik kamchiliklardan tufayliligi haqidagi raddiyalarni o'rganamiz. Kundalik hayotimizda hali ham mustamlakachilik xalqlar, fathlar yoki qullar olib kirilishidan asrlar o'tib ham jamiyatda quyi tabaqa formasini saqlab kelishmoqda. Bizga buni biologik kamchiliklar bilan emas, balki ijtimoiy noqulayliklar va imkoniyatlarning cheklanganligi bilan bog'liq deb tushuntirishdi. Shunga qaramay, biz e'tibor bilan yondashishimiz kerak. Biz odamlarning ahvolidagi shu qadar ravshan va doimiy farqlarni ko'rmoqdamiz. Miloddan avvalgi 1500-yillardagi dunyodagi tengsizliklar biologik nazariyasiga noto'g'riligiga aminmiz. Ammo bizga bu borada to'g'ri nazariya nimaligini aytilmagan. Biz tarixning keng o'tmishiga oid ishonchli, batafsil va kelishilgan izohga ega bo'lmagunimizcha, ko'p odamlar irqchi biologik nazariyalar to'g'ri ekanligiga shubha qilishda davom etadi. Menimcha, bu kitobni yozish uchun eng kuchli dalil hisoblanadi. Mualliflar jurnalistlardan uzun kitobni bitta jumlaga umumlashtirishni so'rashadi. Ushbu kitob uchun bu yerda shunday bir jumla bor. Tarix turli xalqlar uchun turli yo'nalishlardan bo'lib kelishi, ularning o'rtasidagi biologik farqlar tufayli emas, balki odamlar orasidagi muhit tafovutlar tufaylidir. Tabiiyki, ekologik geografiya va biogeografiya jamiyatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi degan tushuncha eski g'oya. Ammo bugungi kunda tarixchilar bunday qarashni qadrlashmaydi. U noto'g'ri yoki sodda deb hisoblanadi, yoki u atrof muhit determinizmi sifatida kulgiga olingan va rad etilgan. Boshqacha qilib aytganda, butun dunyo miqyosidagi farqlarni tushunishga harakat qilish juda qiyin deb hisoblangan. Shunga qaramay, geografiya tarixga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi. Geografiya tarixning keng tasvirini ifodalay olishi va qanchalik samarali effekt bera olishi haqidagi ochiq savollar bilan bog'liq. Ayrim ilmiy fanlarda keltirilgan yangi ma'lumotlar insoniyat tarixidan juda yiroq bo'lganligi sababli ushbu savollarga yangicha qarash vaqti keldi.
Fanlar qaysiki? Avvalambor, ekinlar va ularning yovvoyi ajdodlariga qo'llaniladigan genetika, molekulyar biologiya va biogeografiyani o'z ichiga oladi. Uy hayvonlariga va ularning yovvoyi ajdodlariga nisbatan qo'llaniladigan bir xil fanlar va xulq-atvor ekologiyasi. Inson mikroblari va ularga aloqador hayvonlarning molekulyar biologiyasi, inson kasalliklari epidemiologiyasi, inson genetikasi, tilshunoslik, barcha qit'alar va yirik orollardagi arxeologik tadqiqotlar va texnologiya, yozuv va siyosiy tashkilot tarixini o'rganishdir. Ushbu fanlarning xilma-xilligi Yallining savoliga javob berishga qaratilgan kitobning mualliflari uchun muammolar tug'diradi. Muallif tegishli yutuqlarni sintez qilish uchun yuqoridagi fanlarni o'z ichiga olgan bir qator tajribaga ega bo'lishi kerak. Har bir qit'aning tarixi va tarixdan oldingi jarayonlari shunga o'xshash tarzda sintez qilinishi kerak. Kitobning mavzusi tarixdir, ammo yondashish xususan ilm-fanga ko'proq evolyutsiya biologiyasi va geologiya kabi tarixiy fanlarga tegishliligi bu alohida faktdir. Muallif bevosita insoniyat jamiyatlarini to ovchi-terimchi jamiyatdan boshlab hozirgacha bo'lgan zamonaviy kosmik sivilizatsiyalar haqida ham tushunchaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Ushbu qoidalarni dastlabki ko'p mualliflik talab darajasi deb bilish mumkin, ammo bunday yondashuv boshdanoq uncha ham ma'qul kelmadi, chunki muammoning mohiyati yaxlit sintezni rivojlantirishdir. Muammo barcha qiyinchiliklarga qaramay yagona mualliflikni taqozo etadi. Shubhasiz, bitta muallif ko'plab fanlardan materiallarni o'zlashtirish uchun ko'p ter to'kishi va ko'plab hamkasblarning maslahatlarini olishi shart bo'ladi. Men avval to'qnashgan bu narsa Yalli 1972-yilda savol berishidan oldin shu fanlardan bir nechtasini o'zlashtirishga olib kelgandi. Onam o'qituvchi va tilshunos, otam bolalik kasalliklari genetikasiga ixtisoslashgan shifokor. Otamning namunasi tufayli men shifokor bo'lishni istab, maktabda tahsil oldim. Bundan tashqari men 7 yoshga to'lguncha fonetik sifatida qushlarni kuzatganman. Shunday qilib, mening universitetdagi so'nggi bakalavr yilimda tibbiyotdan dastlabki maqsadimdan biologik tadqiqotlar maqsadiga o'tish juda oson kechdi. Ammo maktab va bakalavr bosqichidagi yillarim davomida asosan tillar, tarix va yozuv bo'yicha ko'proq mashg'ulotlar o'tkazdim. Hatto shifokorlik darajasidagi doktorlik dissertatsiyasini olishga qaror qilganimdan keyin ham tilshunos bo'lish uchun birinchi yil o'qish davomida ilm-fanni tashlab yuborishga ham qaror qilib ko'rdim. Men doktorlik dissertatsiyamni tugatganimdan so'ng 1961-yilda ilmiy tadqiqotlarimni ikki sohaga ajratdim. Bir tomondan molekulyar fiziologiya, ikkinchi tomondan evolyutsion biologiya va biogeografiya. Ushbu kitobning maqsadlari uchun qo'shimcha sifatida evolyutsion biologiya bu tarixiy fan bo'lib, unda laboratoriya fanlaridan farq qiladigan usullardan foydalanish zarur hisoblanadi. Ushbu tajriba menga insoniyat tarixi tanish bo'lsa-da, ilmiy yondashuvni yaratishda qiyinchiliklarga olib keldi. 1958-yildan 1962-yilgacha Yevropada yashagan yillarim 20-asr Yevropa tarixida hayotda vahshiyona shikastlangan yevropaliklar xalqlar orasida tarix ziddiyatlarining sabablari zanjirini qanday izlash haqida jiddiy o'ylashni boshladim. So'nggi 33 yil ichida meni evolyutsion biolog sifatida olib borgan faoliyatim insoniyatning keng doiralari bilan yaqin aloqa o'rnatishimga olib keldi. Mening ixtisosligim qushlar evolyutsiyasi. Men Janubiy Amerika, Janubiy Afrika, Indoneziya, Avstraliya va ko'proq Yangi Gvineyada bo'ldim. Ushbu hududlarning xalqlari bilan yashab, men ko'plab texnologik insoniyat jamiyatlari, ovchi-termachilardan tortib yaqin vaqtgacha tosh buyumlarga asoslangan qabilaviy dehqonlik va baliqchilik bilan mashg'ul xalqlarni o'rgandim. Shunday qilib, eng savodli odamlarning uzoq tarixdagi oldingi g'alati turmush tarzini ko'rib chiqish men uchun hayotimning eng yorqin qismidir. Yangi Gvineya garchi u dunyodagi yer maydonining ozgina qismini tashkil etsa ham, uning xilma-xilligining nomutanosib qismini o'z ichiga oladi. Zamonaviy dunyoning 6000 tilidan mingtasi Yangi Gvineya bilan bog'liq. Yangi Gvineya qushlari bo'yicha faoliyatim davomida Yangi Gvineyaning 100 ga yaqin tillari, mahalliy qush tillarining ro'yxatini belgilash zarurati paydo bo'lganda, tilga bo'lgan qiziqishim qayta tiklandi. Ushbu qiziqishlar orasida eng so'nggi kitobim 3-shimpanze deb nomlangan inson evolyutsiyasi haqidagi ko'rsatmalar paydo bo'ldi. 14-bob tasodifiy istilochilar deb nomlangan bo'lim yevropaliklar va tub amerikaliklar o'rtasidagi to'qnashuvning natijasini tushuntirishga harakat qildim. Ushbu kitobni tugatganimdan so'ng men boshqa zamonaviy, shuningdek odamlar o'rtasidagi to'qnashuvlar kabi savollarim tug'ilayotganini angladim. 14-bobda men kurashgan savol mohiyatiga ko'ra, Yalli menga 1972-yilda bergan savolga o'xshash faqat shunchaki dunyoning boshqa qismiga yuborilganini ko'rdim va nihoyat ko'plab do'stlarim yordamida Yallining va o'zimning qiziqishimni qondirishga harakat qildim. Bu kitob bo'limlari 4 qismdan iborat. Adandan Kaxamarkagacha nomli bir qism 3 ta bobdan tashkil topgan. Birinchi bobda inson evolyutsiyasi va tarixining maymunlar o'rtasidagi taxminan 7 million yil oldingi tafovutda, shuningdek so'nggi muzlik davri oxirigacha 13 ming yil avval bo'lgan dahshatli sayohat keltirilgan. Biz voqealar ko'pincha sivilizatsiya o'sishi iborasiga qo'shilib qolgan jarayonlar oldida dunyoning holatini tushunish uchun
Afrikadan kelib chiqqanimizdan to boshqa qit'alarga ajdodlarimizning tarqalishini kuzatamiz. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi qit'alarda inson rivojlanishi boshqa mintaqalardagi insonlarning rivojlanishi bilan bir vaqtda boshlangan. Ikkinchi bob. Bizni so'nggi 13 ming yil ichida tarixga kontinental muhitning ta'sirini o'rganishga undaydi. Orol atrof muhitining tarixga kichikroq vaqt shkalasi va hududlardagi ta'sirini qisqacha o'rganib chiqadi. Qadimgi polineziyaliklar bundan 3200 yil oldin Tinch okeaniga tarqalishganda, ular atrof muhitda juda katta farq qiluvchi orollarga duch kelishgan. Bir necha ming yilliklar ichida yagona ajdodlar hisoblangan Polineziya jamiyati ana shu turli orollarda ovchi termachi qabilalardan tortib, proto-imperiyalargacha turli xil jamiyatlarni yaratgan. Bu hodisa so'nggi muzlik davri oxirida boshlab turli qit'alardagi jamiyatlarning uzoqroq, kengroq va kamroq ovchi termachi qabilalar va imperiyalarga aylanish uchun namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin. 3-bob. Bizga zamonaviy guvohlar orqali tarixdagi eng dahshatli to'qnashuvni hikoya qiladi. Turli qit'alardagi xalqlar o'rtasidagi to'qnashuvlar bilan tanishtiradi. Ing imperatorligining so'nggi mustaqil hukmdori Atahualpa butun armiyasi yordamida Fransisko Pizarro va uning kichkina bosqinchilar guruhi Peruning Kaxamarka shahrini zabt etgan. Biz Pizarroning Atahualpaga qo'lga olish imkonini bergan omillar zanjiri orqali tub amerikaliklarni yevropaliklar tomonidan egallanish sabablarini aniqlashimiz mumkin. Ushbu omillarga Ispaniyada tarqalgan infeksiyalar, otlar, savodxonlik, siyosiy tashkilot va texnologiya kirgan. Taxminiy sabablarni tahlil qilib chiqish ushbu kitobning oson qismi. Murakkab qismi esa Atahualpaning Madridga kelishi va Ispaniya qiroli Charles Ini qo'lga olishi emas, balki ularga olib keladigan asosiy sabablarni aniqlashdir. Oziq-ovqat ishlab chiqarishning o'sishi va tarqalishi deb nomlangan ikkinchi qismi 4-10 boblarni o'z ichiga olgan bo'lib, men ishonamanki, eng muhim sabablar yoritilgan guruhlar qatoridadir. 4-bob oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ya'ni ovchilik va termachilik o'rniga ishlab chiqaruvchi xo'jalikning paydo bo'lishi natijasida Pizarro g'olib bo'lishiga imkon beradigan bevosita omillarning qanday paydo bo'lganligi haqidadir. Ammo ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarning o'sishi dunyo miqyosida turlicha bo'ldi. 5-bobda ko'rib chiqamizki, dunyoning ba'zi qismlarida odamlar o'zlari tomonidan oziq-ovqat ishlab chiqarishni rivojlantirishgan. Ba'zi boshqa xalqlar buni tarixdan avvalgi davrlarda mustaqil markazlashgan namuna qilib olishgan. Qolganlar esa oldindan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishni o'zlashtirmasdan hozirgi zamonga qadar ovchilar bo'lib kelganlar. 6-bobda ovchi-terimchi turmush tarzidan oziq-ovqat ishlab chiqarishga o'tishning ba'zi omillari, shuningdek ularning boshqa jamoalarda nima uchun mavjud emasligi sabablarini ko'rib chiqiladi. 7, 8 va 9-boblarda dehqonchilik va chorvachilik qadimgi davrda qanday natijalar keltirib chiqarish haqida tasavvurga ega bo'lmagan dehqon va chorvadorlar haligacha o'tmishdagi yovvoyi o'simliklar va hayvonlar bilan shug'ullanib kelganini ko'rsatilgan. Yovvoyi o'simliklar va hayvonlar mahalliy turlarining geografik tafovutlarini uzoq vaqt davomida nima uchun ozgina hududlarda bo'lsa-da, mustaqil ravishda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish markazlaridan vujudga kelganligi va nega bu boshqa hududlarga nisbatan ilgariroq paydo bo'lganini tushuntirishga to'g'ri keladi. Ishlab chiqarish xo'jaliklari paydo bo'lgan markazlarda oziq-ovqat ishlab chiqarish boshqalarga qaraganda nisbatan tezroq tarqaldi. Bu xilma-xil tarqalish sur'atlariga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil qit'alar o'qlarining yo'nalishiga bog'liq bo'lgan. Asosan G'arbiy-Sharqiy, Yevrosiyo, Amerika va Afrika uchun shimol-janubiy hududlardir. Shunday qilib, 3-bob Yevropaning tub amerikaliklarni zabt etishdagi bevosita omillar va 4-bob oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy sabablaridan kelib chiqqan holda ushbu hodisalarning rivojlanishi to'g'risidadir. 3-qismda oziq-ovqatlardan qurollarga, mikroblarga va bulutlarga, zich odam populyatsiyalariga xos bo'lgan mikroblar evolyutsiyasidan boshlab proksimal sabablargacha bog'liqliklar batafsil ko'rib chiqiladi. Ko'proq tub amerikalik va boshqa Yevrosiyo xalqlari po'lat va qurollardan ko'ra ularni mikroblar yakson qilingan deyish mumkin. Aksincha, yangi dunyoda mustamlakachi yevropaliklar o'limga olib keluvchi mikroblar kam yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Nima uchun mikroblar almashinuvi shunchalik teng bo'lmagan? Bu yerda yaqinda o'tkazilgan molekulyar biologik tadqiqotlar natijalari Yevrosiyoda mikroorganizmlarni oziq-ovqat ishlab chiqarishning Amerikaga qaraganda o'sishi bilan bog'liq. Insoniyatning oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdan tortib yozuvni ixtiro qilgunga bo'lgan yana bir tarixiy zanjiri, ehtimol so'nggi bir necha ming yillikdagi eng muhim yagona ixtiro bo'lgandir. Yozuv insoniyat tarixida bir necha bor shakllandi. Mintaqalarda oziq-ovqat va mahsulotlarni ishlab chiqarishning o'sishi esa eng qadimgi joylarda rivojlangan. Savodli bo'lib qolgan barcha jamiyatlar yozish g'oyasi bilan shug'ullanishdi. Demak, dunyo tarixini o'rganayotgan kishi uchun yozish fenomeni boshqa muhim sabablar turkumini o'rganishda foydalidir. Geografiyaning g'oyalar va ixtirolar tarqaladigan qulayligiga ta'siri bordir. Yozish uchun nima muhim bo'lsa, texnologiya buni o'z ichiga oladi. Shu o'rinda muhim savol tug'iladi. Texnologiya yaqinligi noyob kashfiyotchi daholarga va dunyo anglashiga qarshi bo'lgan ko'plab noo'rin madaniy omillarga bog'liqmi?
Aslida shunisi ajablanarliki, bu ko'plab madaniy omillar texnologiyasining dunyoviy qonuniyatlarini tushunishni osonlashtiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va odamlarga bu mahsulotlarni ortiqcha yetishtirishga imkonini berish dehqonchilik jamiyatlariga o'zlarini mahsulot yetishtirmaydigan va texnologiyalarni rivojlantiruvchi hunarmand mutaxassislarni qo'llab-quvvatlashlariga imkon berdi. Yozuvchilar va ixtirochilarni qo'llab-quvvatlashdan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish dehqonlarga siyosatchilarni ham qo'llab-quvvatlash uchun imkon berdi. Ovchi-termachilarning ko'chma guruhlari o'z hududida va qo'shni guruhlar bilan ittifoq tuzish bilan chegaralangan. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan zich populyatsiyalarning ko'payishi bilan hukmdor va byurokratlar ko'paydi. Bunday boshqaruv nafaqat katta aholi yashaydigan hududlarni boshqarish uchun, balki doimiy armiyalarni saqlash, qidiruv flotlarini yuborish va fath janglarini tashkil qilish uchun ham muhim edi. 4-qism ikkinchi va 3-qismlarda berilgan bir qit'a va ba'zi muhim orollarni o'z ichiga oladi. 15-bobda Avstraliya hamda ilgari yagona qit'ada Avstraliyaga qo'shilgan Katta Gvineya oroli tarixi ko'rib chiqiladi. Eng sodda texnologiyalarga asoslangan insoniyat jamiyatlari, shuningdek, oziq-ovqat ishlab chiqarish tubdan rivojlanmagan yagona qit'a bo'lgan. Avstraliyaning holati insoniy jamiyatlardagi qit'alararo tafovut haqidagi nazariyalarni tanqidiy nazardan o'tkazadi. Nima uchun qushni Yangi Gvineyaning aksariyat aholisi oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarga aylangan bo'lsa ham, tub avstraliyaliklarga ovchi-termachi bo'lib qolishganini bilib olamiz. 16 va 17-boblar Avstraliya va Yangi Gvineyadagi o'zgarishlarni, Sharqiy Osiyo hududi va Tinch okeanidagi orollarni o'z ichiga olgan butun mintaqa istiqboliga bag'ishlanadi. Xitoyda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sishi odamzod tarixiga qadar bo'lgan bir necha buyuk harakatlarni yoki madaniy xususiyatlarni, ba'zida ikkala omilni ham keltirib chiqardi. Ushbu harakatlardan biri, ma'lum bo'lgandek, Xitoyda siyosiy va madaniy hodisalarning paydo bo'lishidir. Yana bir natija deyarli butun tropik mintaqa bo'lgan Janubi-Sharqiy Osiyoda mahalliy ovchi-termachilarni xitoylik dehqonlarga almashinuviga olib keldi. Avstraliyaning kengayishi aynan shu tarzda Filippin va Indoneziyadagi mahalliy ovchi-termachilar almashinuvini yuzaga keltirdi va hatto Polineziyaning eng olis orollariga ham tarqaldi. Ammo Avstraliya va Yangi Gvineyaning ko'p qismini mustamlaka qila olmadi. Sharqiy Osiyo va Tinch okeani xalqlari o'rtasidagi to'qnashuvlarning barchasi jahon tarixini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ular zamonaviy dunyo aholisining 1/3 qismini istiqomat qiladigan va iqtisodiy qudrat bobida tobora kuchayib borayotgan davlatlarni tashkil etishdi va ular dunyoning boshqa mamlakatlaridagi xalqlarning tarixini tushunish uchun ayniqsa aniq namunalar taqdim etadilar. 18-bob 3-qismida Yevropa va Tub Amerika xalqlari to'qnashuvi muammosiga qaytadi. So'nggi 13 ming yillik Yangi dunyo va G'arbiy Yevrosiyo tarixida xulosali Yevropaning Amerikani bosib olishi shunchaki ikkita alohida tarixiy trayektoriyalarning eng yuqori nuqtasi bo'lganini aniq ko'rsatib turibdi. Ushbu trayektoriyalar o'rtasidagi farq uy sharoitidagi o'simlik va hayvonlarning kontinental farqlari, mikroblar joylashish vaqti, kontinental o'qlarning yo'nalishi va ekologik to'siqlar bilan ajralib turardi. Va nihoyat, Afrika sahrosi tarixi ajoyib o'xshashliklar va yangi dunyo tarixiga oid qarama-qarshi fikrlarni ko'rsatib o'tadi. Yevropaliklarning afrikaliklar bilan uchrashuvlarini kuchaytirgan xuddi shu omillar tub amerikaliklar bilan bo'lgan uchrashuvlarni ham kuchaytirdi. Ammo Afrika bu omillarning barchasida Amerikadan farq qilar edi. Natijada Yevropa mustamlakasi katta hududni egallamadi yoki uzoq janubiy o'lkalardan tashqari Qora Afrikada Yevropa turar joylari uzoq vaqtni tashkil qilmadi. Afrikaning ichidagi Bantu hududidan keng tarqalish aholi uchun katta ahamiyatga ega edi. Bu Kaxamarka, Sharqiy Osiyo, Tinch okean orollari, Avstraliya va Yangi Gvineyada yuz bergan bir qancha sabablar qo'zg'atganligini isbotlaydi. Ushbu boblar oxirgi 13 ming yil davomida barcha qit'alar tarixini mukammal tushuntirishga muvaffaq bo'lganligi haqida hech qanday da'voga ega emasman. Shubhasiz, agar biz barcha javoblarni tushungan bo'lsak ham, buni bitta kitobda amalga oshirish imkonsizdir. Hech bo'lmasa ushbu kitob atrof-muhit omillarining bir necha turkumlarini aniqlaydi va shu bilan Yallining savoliga javobning katta qismiga javob beradi, menimcha. Ushbu omillar kelajak uchun vazifa bo'lgan tushunarsiz qoldiqning oldini oladi. Insoniyat tarixining ilm sifatidagi kelajak deb nomlangan epiloga qoldiqning ba'zi qismlarini, shu jumladan Yevrosiyoning turli qismlari o'rtasidagi farqlar, atrof-muhit bilan bog'liq bo'lmagan madaniy omillarning roli va shaxslarning ahamiyati o'z ichiga oladi. Ehtimol, hal qilinmagan muammolarning eng kattasi insoniyat tarixini evolyutsion biologiyasi, geologiyasi va ilmshunoslik kabi tan olingan tarixiy fanlar bilan bir qatorda tarixiy fan sifatida qabul qilishidir. Insoniyat tarixini o'rganish chinakam qiyinchiliklarni tug'diradi, ammo tan olingan tarix fanlari bir xil qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.
Demak, ushbu sohalarda ishlab chiqilgan usullar insoniyat tarixida ham foydali bo'lishi mumkin. Hurmatli o'quvchi, umid qilamanki, tarix sizni majoziy yo'l bilan aytganda shunchaki bir ahmoqona dalil emasligiga ishontirishga harakat qiladi. Haqiqatan ham tarix uchun keng ta'rif va tavsiflar mavjud va ularni izlab topish juda qiziqarli bo'lgani kabi samarali hamdir.